ot qo'shishni o'rgataman. Mana hozir ketdi. Hozir mana shunday kirasizlar. Mana shu modga kirasizlar-da. Har xil modlar bor, skin modlar. Sizlar, men Muhammad Biladi edim. Hammaga salom do'stlar. Men videomni ko'rib like bosib olmanglar do'stlar. Hozir kiram. Qatga kirdi-yu bu. Qatga kirdi. Reklama ko'rsatadi ekan-yu bu. 1 soatmi 2 soat reklama ko'rsatadi. Mana shular bor, mana skin ko'rsatadi. Hazillashma, 1 minut ham reklama ko'rsatmaydi. 1 soat deysan sen. Do'stlar, mana hozir bizlar o'sha modlar bor. Mana har xil modlar ko'rsat. Mana shu modlar ham bor. Menga e'tibor bermanglar. Do'stlar, mana shunday modlar ham bor. Hammasi multiq modmi, hamma narsa bor. Skin modni yuklashni o'rgataman hozir. Eng kerakli narsa skin. Mana shuncha modlar bor. Skinlar. Xarobriylar. Qirolicha Qoranu. Nima der edilar? Qoranu. Xarobriyni deyiladi u. Men skinim shunday. Do'stlar, bilasizlar, skin almashtirib ketadi. Bu nima edi? Bonqoranumi? U Grim Reaper. Nima degan? Grim Reaper. Ha, bo'ldi, Grim Reaper. Mana bitta bichonani ko'zi yo'q ekan, kirib ber. Bo'ldi, mod yuklashni o'rgan. Mana shunday. Modik zombi ham bor. Do'stlar, bitta modni yuklashda ko'r. mana shu uy modini. Mana. Uy ham bormi? Mana shu do'stlar. Mana shu modini qo'shib ketaman. Reklama berar ekan. Yo'q, reklama bermadi. Reklama bermadi. Загрузка bo'lyapti. Ben bilan. Загрузка. Ana. Открыть Minecraft. Hozir kiramiz do'stlar. Men o'zim Minecraft'im bor. Shuning uchun ham Bedrock Mojang bor. Mojang 1.21 zo'r bersa, sizlar ham kerak o'ynanglar do'stlar. 2 kun 49 bo'tdi. Sizlar hozir bu tezroq ana men skinim o'zgarib qoldi. Tezroq yaxshi, mayli. Yaxshi bo'laveradi. Hozir chiqmadimi? Yo'q, sizdek meni bosib tur hozir o'zim qo'shaman. Qaniydi? Mana ishi. Hozir qani qayerda edi bu? Mana shu yerda. Mana shu yerda o'xshaydi. Shu yerda. Yo'q. Bu yerda yo'q ekan. Hozir orqaga qaytaylik. Qayerda bo'lishi mumkin? Настройкаga kiramiz. Mana shu tegidan chiqaraylik. Loyihani bu yerda. Yo'q. Ketdik. Do'stlar, mana men bilmaydi. Yo'q, emas. Chiqing. Chiqamiz. Boshqatdan kirib chiqib. Wi-Fi normal ishlamayapti. Normal ishlamayapti do'stlar. Wi-Fi normal ishlamayapti. Mana sekinroq boraylik. Hozir do'stlar videoni to'xtatib turaylik. Shu yerdami?